Yangi hayot boshlashni o'ylayapsizmi? Hozirgi kunda eng oson ko'chib o'tish mumkin bo'lgan 3 ta davlat haqida gaplashamiz. Birinchisi Germaniya. Bu davlatda qonunlar juda aniq va tartibli. Ayni paytda ko'chib kelish uchun imkoniyatlar juda ko'p. Bugungi kunda Germaniyaga quyidagi yo'llar orqali qonuniy ko'chish mumkin. AUP, Ausbildung, Fachkraft, Blue Card, Chancenkart va volontyorlik vizalar. Ikkinchisi Latviya davlati. Yevropaning yuragida joylashgan bo'lib, migratsiya qoidalari boshqa g'arbiy davlatlarga nisbatan ancha yengil. IT, marketing, logistika yoki servisda mutaxassismisiz? Demak, imkoniyatlaringiz ancha yuqori. Yoki o'z biznesingizni ochmoqchimisiz? Bepul maslahatlar bilan yordamlashamiz. Va uchinchisi Polsha. Polsha davlatiga ko'chish, ayniqsa o'rta maxsus yoki oliy ma'lumotli yoshlar uchun oson va qulay. Ish topish nisbatan oson. Agar siz ingliz tilini bilsangiz, ko'plab sohalarda ishlashingiz mumkin. Va eng muhimi, bu Yevropa ittifoq davlati hisoblanadi. Yashash narxi nisbatan past va ko'plab ta'lim va ish vizalari mavjud. Siz qaysi davlatga ko'chishni xohlardingiz?